Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana bugun 2025-yil 10-aprel haftaning payshanba kunidagi chiqayotgan ishlarimiz. Bugun zavodimizda video qilyapman. Eslatib o'tamiz, zavod egalaridan birinchi qo'l. Bitta bloger, u bu narsa aralashmaydi. Hozir o'zimiz video chiqaramiz. Shu gaplarimizda xato kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Ishlarimiz ko'rib turganlaringdek atlasmay holatda, razmerlari 6li standart ishlar. Manzillarimiz Farg'ona viloyati, Bog'dod tumani, Navbahor qishlog'ida. Yetkazib berish mana shunaqa 10 mingtalik, 3 mingtalik, 5 mingtalik mashinalarda bor. 3 mingtalik, 5 mingtalik mashinalar 10 mingtalik mashinalarga nisbatan qimmatroq yuradi. Yetkazib berish faqat vodiy bo'ylab, Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlari bo'ylab yetkazib beriladi. Kelishilgan narxlarda. Zavodimizda narxlari 820 so'mdan kelishilgan narxlarda yetkazib berilaveradi. Ko'rib turganlaringizda ranglari mana ko'proq oq chiqadi, qizili nihoyatda kam bo'ladi. Ko'pchilik shu negativchilar ham ko'pda, shu bu yog'i bunaqa ekan, bu yog'i bunaqa ekan. Endi hali gazi yo'q paytda olib borilmaganlar bor, shunaqalar ko'p yozyapti. Mayli, ularga ham insof bersin deb qolamiz. Bu hozir 10 mingtalik mashinaga yuklanyapti. Bu mashinamiz Farg'ona viloyati, o'zimizda shu Bog'dodga to'kiladi. Shu Bog'dodga yetib borish narxi 880 so'm bo'lyapti. Kimga shunday ishlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar, vodiy bo'ylab kelishilgan narxlarda yetkazib beramiz. Kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr.